Uyğur yazğıçısı Jالالىدىن بەھرامنىڭ كۆمۈرچى بالا namlıq romanı. Bu roman Belqut şirketide avazga elinip Belqut torida anlatıldı. Kömürde qapqara kömürçi bala, saddısan səhradək savatın çala, tiləymen bəxtini dualarımda, sen üçün yığlaymen kömürçi bala. Quyosh go'yo o't sharidek asta patmoqda. Daryoning u qanotidagi qo'yiq chapqonliq ham to'qayliqlar osmon sathisini suvari qoplab olgan shafaq ilkida xuddi qonga chilishib qolgandek qip-qizil tovlangan edi. Ikki qirg'oqni to'ldirib lo'mshib eqiyotgan suv millionlagan yoqut uvoqlaridek vilaqlab ko'zni chaqatdi. Bugün zavallıqda qarayib ko'ringan qulvaq hem erinchaklik bilan paloq urayotgan beliqchi go'yoki rivoyatlarda tasvirlangan gigant tosh haykallarni esga solatdi. Qizil, seriq, so'sin rang nur talolarida Avral teg'ining qormuz qoplagan cho'qqilari yiroqdagi podichi gulxonlaridek benafsirang yaltiraydi. Mana bu Iran daryo bo'ylarining kashki shafaqda husn jamolini namoyon qilishi edi. Kakuk, bulbul, so'ptorg'aylarning yana qandoqda xushnavo qushlarning kuy navolari o'shgan. Hatto qurt qo'ng'iz chekatkalarmi oxirgi nag'malarini yig'ishtirib ularga oldirishayotgan. Daryoning ikki qasniqidagi qalin o'rmonni o'gdak besiyotgan bu jimjit kashda daryo sahilidan kelayotgan to'limi miskin tambur ovozi bog'an seri jigarrang tolinayotgan egiz osmonga, qarqat, malina, jigan qaplagan to'qayliqlarga, shalqinliq Iran daryo taramlariga bag'rini yiqib larzan singmoqda edi. Sal ko'nirgan Manchester do'ppiloq oppoq soqolliq bir mo'ysbit buvay daryo suyi shovqinlab turgan tek yer ustida o'ltirib, tumanliq ko'zlarini yiroq tomonlarga tikkan holda tambirni bahmi salqin chekib, pig'onliq naqshisini davom etmoqda edi. Kömürde qapqara kömürçi bala, o'zingda kömürçi do'stlaring to'la. Xaridor izlaysan kömürlaringga, sen uchun yig'layman yuragim yara. Buvay xonqa kömürga ketgan nevrisidan ansirab qoldimi yoki bu yolg'iz o'g'ilning qalbisi taqdir qismatlari yuragini alamzada qildimi, aytavr mo'nluq naqshisini davom etgan seri Iran daryosimi ig'ir tingandek bo'lib mo'b qoldi. Kömürde qapqara kömürçi bala, qalbingda yulduzdek dardlaring to'la, chiroying ko'rinar shuncha parishon, sen uchun yig'layman yuragim yara. O'rkashlab eqiyotgan daryo suyi bujg'ulla chachirtib ko'z yosh to'kkandek bo'ldi. Tova, Iran daryosi, hayratli qarg'ay zarliqlar, qiyin zarliq cho'nqir jilg'ila, yovun mevalar to'lgan qoptallar. Reda, irg'ay, orcha ham qirchin talla soyi tashlagan vodilar. Məxməldək saylıqlardan şavqın selib ötüdü. Onun bu şoxluqları, nemegödu aldırışları, aşqı savdayidək örkeşləri, İranlik yesiga kelish bilanla pasayib, tez eqilləri yavaşlab, şov-şovları jimib, hatta qaynam hosil qilib pirqirab oqiga yanatdi. Qaytib kelatdi, yana yanatdi. Pah, o nemega paylamayotgandu? Kimga tortishyotgandu, ha? İranlik yezisiga oshiqmi yoki buvayning 1000 yillik, tuman 1000 yillik hasrat nadomatlarni esga soladigan tambir muңiga mahliyamu? Kömürde qapqara kömürçi bala, saddisan sahradek savating chala, tilayman baxtingni duolarimda, sen uchun yig'layman kömürçi bala. İran daryosi oqiga qarab üzüvatgan oshiqdek qo'yiq o'rmon ham cho'nqir jilg'ila ichida g'oyib bo'lmoqda edi.
Dərvəqə o, buvayның piğanlıq köyleriga bağrını yıqıb, muңlarga çökкен seri, erənlik yesinin hüsn camalığı boğan aşıqlığı min mərtəm otluq hem cilvilik bop qalatdı. Qızıl, yaq, uç qızıl. Binəpşirən yupırmaqlıq erən dərəxlərinin həmmili kəntlərə hüsn qoşqanlığı, bolubmu Çılallıq kəntində bök baraqsan erən ormanlığının boğanlığıdan, bu bepayan çoğ sahil, çoğ yeziğa erənlik dəb nam qoyulğanmı? Yoki bu hüsnü kamalığa yetken yel yemiştiri şernilik, yerleri münbet, qarangı bağlarıdan kakkuk, bulbul navaları üzülmey anlanıp durgan yezidin aylanıp ötkenlik üçün deryaga eren dep nam koyulgan mı? Bunisi kişilerge qarangı. İşqilib erenlik yezisini cennetinin endisisi dese hergiz artıqlık qılmaydı. Erenlik yezisinin xeylilik nurgun kent mahalleri var idi. Bolubmu onun dərya yaqılab joylashgan To'pdirək, Qarag'o'ja, Tarsu, Çılallıq kəntlərinin yerləri qara çılan tuproq bo'lib, havosi saf, tog' suvlari tatlıq, tabiat manzaralari jonga jon qo'shganligi uchun mushu 10 yildan beri shahardagi katta boylar, hatto Urumchidagi dam olishga chiqqan nozir ham hukumatning cho'ng amaldorlari 10-15 mo'lab yerlarni elib, jannatdek dochilarni selib, kunlarini bahuzur rahatda o'tkazmoqda edi. O'riklarning qo'llariga suv yugurib, bixlari amdili qizirib atgan. Dal-daraxtlarning po'tlalari oqush yetilib atgan. Qisqasi mart oylari uzamayla ularning cho'ng kichik mashinalari xuddi hasha chumalisidek tizilib, Eran daryo bo'ylari vodisidagi bir-biridan husn talashgan To'pdirək, Qarag'o'ja, Çılallıq, Tarsu kentlaridagi dochilarga yetib kelatdi-da, bahor, kuz, yoz fasllarining payzini suratdi. Qeyrlari bir necha yosh yashraydi. Yoshlari texmi husniga to'lib o'zlashib ketadi. Chunki bu yerlarning sut qaymoq qaytiqlari alvak, yel yemishlari shirinlik, tatliq o't, suzuk suvda samirgan paxlanlarining go'shtlari yumshoq ham mazilik. Texi daryoning saf havosi rang to'kilib ketgandek, suzuk ko'k osmondagi quyosh nuri. Atrofdagi suratdek manzaralarni demayli qo'ying. Qisqasi, bu vodining hamma nimasi tanga davo, yurakka shifo, mo'jizotlar edi. Men sizlarga so'zlab bermoqchi bo'lgan hikoyamni ana shu Eran daryosining o'rta ham tuvan iqinlarga joylashgan hadis go'zal Çılallıq bilan Tarsu kentlarida yuz bergan kichikkina ko'ngilsiz bir voqeadir. Hurmatli kitobxonlarim, balkim sizlar meni davomliq fojia, tragediya bilan to'lgan voqealarni yozgansan. Ondan boshqa temalar tepilmamdi sana, deb ayblashinglar mumkin. Bilmedim, Tangri manga shodlikni yor qilmagan chig'i. To'g'ri deyman. Manga shunday ko'ngilsiz voqealar uchramdigandu. Qalimimmo mendan bezor. U noiloj sahifalar ustida ko'z yoshi to'kdi. Men uningga shodlik unutilur, xafalik unutilmas deb tasalli berman. Bo'ldilar. Ko'ngilni g'ash qiladigan his tuyg'ulardan ner bo'layli. Yanama o'z gapimizga kelayli. Ota bovalarimiz shamol o'tmaydigan tam yo'q, oyoqlashmaydigan ziyofat degan ekan. Qo'ng'ir rang sap-seriq yupurmoqlar shirtildab ostiga to'kilayotgan Eran o'rmonlari qizlarning lavlaridek suzuk, nozik yaproqlarini chechakdek turkib, o'rmon ichini bir qavat otashda qizartib etgan. O'rik, olma, shaptolla yalang'ochlanib, bog'lar g'uvildab qolgan noyabrning judulliq kunlari boshlanish bilan yiroq-yiroqdan kelgan Begzodi xonimlar dochilarini xizmatchi malaylarga qoldirib, cho'ng shaharlardagi parvoylik uylarga ketib qolishadi. Shunga dehqonlar ularni fasl qushlari deb atashadi. Mundaq dochilar Gulzor elining hamma sahro yezlaridan tepiladi. Nazir Turdi Hasanning Eran daryo vodisining tuvan iqinidagi Çılallыққа selingan 15 mo'liq hashamatlik aramgohi oshu dochilarning sarxili edi. Qarang, oppoq oydin kechida suz
Көкөч рәң чаңғы толған bu dacha nimanchalı sirliq sükutga cho'mgandu? Ah, аңлаң. Kechining salkin shamollari Təmbirning miskin, мұң zargı толған nolısını nə-nələrdən etkeldi. O, yürək tarılarını çekip, köngül pinhanlardaki kona dağ, unutilgan yaralarını eski saldı. Bu muğluq nida, piğanlıq dolqunla, hayacan iztirapıda titretken yumşaq küçünüşle. Közlerini lip-miliq süzük yaşlağı toldurub, asta pəsi işle. Pəydin-pəy örülgen həsrət nadamat iqilləri. Mana bula Təmbirning karamatlik sehri küçüdür. Onundan İran dəryasının şavqulluq dolqunları göz yaş töküp, iqtidai ormanlar içində g'oyib bo'ldi. Misligandek eslib turgan ay ko'p qahridan pastga nazar tashladi. Ham yavaşlıq ko'zlari bilan xon yo'lida ketayotgan ko'murchi balalarni ko'rib qoldi. U bu ayning tilaklarini asta shivirlab ularga yetkazdi. Tilayman baxtingni duolarimda, sen uchun yig'layman ko'murchi bala. Munor, qamchani o'ynat, etani devit. Vaqirdi tug'luq. Pida ikkimiz harvina shotisidan miridayli. Tug'luq, bo'lmasmikin? Dedi Munor yengida peshonisini surtib etib. Katang xeyli cho'nqir emasmi? Әмісі, меке-меке дәп таң атқыча отырамдық bu ezib qısayda. Tuğluqның tələbbuzi qattiq edi. Qene, mən degəndək qıl. Kömürçi balalar hə-hu deyişib vaqırashqanicha harvini ishtirgan edi. Çağ yerim көтіріліп katanğa yana jaqqada tushdi. Peshanalardan ter quyilivatgan tug'luq çağ yenig'ila o'ltadi de Manchester do'ppisini qo'liga berib yelpidi. Pidamu belidagi potisini yeshib, yuz bo'yinlarini surtishga boshladi. Tug'luq adash, qanday qilamiz? dedi Munor qamchisini harvadagi ko'mir ustiga tashlab. Etimmo talab ketdi. Pida Tuğluq çaşları kirpidek doğulaqqana balağa qaradı. İkimiz yoğanıraq taşlardan terib kelayli. Nima? Aşı saydın mı? Pidaning ko'z eqi pallidi yenib, qorong'uliq tiqilgan cheksiz sayga qarab qo'ydi. Men bormayman. Roskatni qilsam, u yerda jimba. Tukuyoq parani qo'ya, nadagi jinkan u? Biletdim, sen o işenmeysen. Lekin men hergiz bormayman. Tuğluq o'rnidan turdi. U egiz bo'y, ko'kraklari keng, qizg'ush chiroy, ham cho'ng ko'zlaridan xushfe'lligi bilinib turgan, bilaklari gurzidek mazmut, kuchtingur yigit bo'lib, amdala 27 yoshning qorasini olgan edi. Bu harvula o'zining ham pidaning bo'lib, beshiga to'g'ri kiygizilgan otlar ko'rsildirib, bo'g'iz yeyishmoqda edi. Tuğluq adash, qanday qilamiz? Munor umitsizlik bilan oyga qarab qo'ydi. Agar oy o'tirib ketsa, jahonni qorong'uliq bosadi. Men etimni yeyishib kelay, harvonga yondayli. Yandaq to'shinlarni uyga tashlab qo'yib ketdikanman. Qopla, men muammabdikan emasmi? Pida, senchi? Yandaq qatmagandan keyin lozimi yo'q bo'lmas debdiman. To'qqiz qizning to'lg'iga tang tutdi degan shu-da. Tuğluq Pidaga qarab qo'ydi. Endi qanday qilamiz? Ko'mirlarni tushirib atsakli bo'lmadimi? dedi Pida g'o'donshib. Otmu bir buljinibla ochiqib ketadi. Munurning qolti ko'mirlarni tushirishga ko'zi qiymaydiganligi Tuğluqqa ayon edi. Chunki ko'mirlarni tushirib yana harviga besish xeyli kuch talab qiladi. Bo'libmi, harvining oldi oqsini tanshab turmasa, otning beli kodin chiqadi. Hem xolti ko'mirlarning o'ttirsiga elingan pocha va ushaq ko'mirlarning to'kilib ketish ehtimolimi yo'q emas edi.
To'g'liq harvasidan bir tog'ani oldida, oldidagi soyliqqa qarab mangdi. Uning tosh terib kelmoqchi bo'lganligini bilgan Munirmi tog'arini elib mengishi bilanla Pidamu harvasiga chiqib nimanidir izladi. Buni ko'rgan To'g'liq uningga qarab vaqirdi. Pida, sen harvalarga qarag'ashtirg'in, biz birdamdili kelamiz. To'g'liq bilan Munir ikki tog'ada tosh akagandan keyin Munir etini qamchilab, "Ha, jonivar!" deb vaqirdi. To'g'liq harva shotisidan ko'tirib, "Ha, hu" dedi. Pida choq ko'tarilgan hamon tosh tashlab, oxiri harvani ko'tangdan chiqarib oldi. "Munir," dedi To'g'liq. "Qara, etaning qornining tortilib ketganini. Beshiga to'g'rini kigizib qo'y. Eng yaxshisi, og'inilar otlarni harvadan chiqarib biroz orom oldiraylik. Ondan bizmi qo'saqlarimizni to'ydirib olsak qandoq deysizlar?" Ular non selangan so'mkalarini ko'tarib shirqirab eqiyotgan eriq bo'yiga kelishdi. Bu yaqin tog'dagi tosh yeriqlaridan, jilg'alardagi buloqlardan kelgashkimi suyi zumratdak suzuk kam sovuq edi. To'g'liq, Munir, Pidala qattiq quruq nonlarini yaqinga tashlab, o'chimlab suv ichib qo'saqlarini yumib pomlamoqda edi. Oppoq oydin kechida bu 3 ko'murchi balaning yuzlari o'xshashlar qora ko'rinadi. Ammo ko'zlarining eqi o'xshashmagan holda cho'ng kichik paqiraydi. O'zi o'riq, bo'yi o'skilan Munirning ko'zlari kichik bo'g'ashqimi, uni do'stlari yumuq deb atashadi. Uning chochlari tikandek dirdiyib turg'ashqimi, kirpa degan laqan pichib tikkan kiyimdek sangishibli qolgan edi. Bularning ichida birla To'g'liqning cho'ng ko'zlari oy nurida yalt-yult yaltirab, qo'noqning donisidek tishlari oppoq paqiraydi. Odatda xushpiyil, xushchaqchaq ham gapdan balalarning ko'pinchilari tabiiyati yenik, mijozi suyuq keladi. Lekin To'g'liq xuddi momda yasavagandek hamma tarafdan yetuk bola bo'lib, axloq fazilat, rasm qoida, odamgarchilik jihatlarda bo'lsin yoki namrat yorallarga himmat qo'lini sunishda bo'lsin, uni do'stlari ichida emas, hattoki Tarsu kantidami maqtamaydigani yo'q edi. To'g'liq qo'ymi yetishlik bola bo'ldi. Birining bug'diyini o'rishib bersa, yana birining xominini so'rishib berayotgan. Deydi Mumayla tishsiz og'izlarini maqildi. "Voy onasi, To'g'liq nosval qopig'imni chingdab ochib berdi. Pul tanglasam olmadi. Bizning bolalardan bunchalik rafoat kelmaganti, ha?" deb qo'llarini shiltitdi buvaylar. Demisimi, To'g'liq bekor bo'p qolsa boshqalarning eti zeriq ishlariga yordamlashadi. Bo'libmi uning qo'lining ochiqligini hamma maqtaydi. To'g'liq kantki tishi, beshi, qo'siga og'rib qolgan, tumo tegib isitmasi o'rlab qolganlarga qog'oz bo'loqlarda dori ochqib o'zi ichirib qo'yadi. Shunga tarsuliqlar bolalari shatroqlab qolsa-mu, To'g'liqni izlab keladi. Mana shu turqadimi To'g'liq bo'lmagan bo'lsa, Munirning harvasini ko'tangdan chiqarmoq bas mushkul edi. "Pida," dedi texchilar qo'saq ko'piga yanmagan Munir. "Boya ezit qusaydi jinba deb ko'ttinga birla urib gap topding-a? Onandan ko'ra tosh ko'tagim yo'q desangni bo'lmadimi?" "Hey yumuq, mening gapimga chin bitmasang, boshqalardan so'rab baq." Pida birdilla qizishib qoldi. "Rost gap qilsam, 15-16 yosh chog'larim bo'lsa kerak. Qurilish kontorining, ya'ni shirkat boshlig'i meni Harvikash Mansurkamga qaytib qo'ydi. Biz ishchi oilalariga qishliq ko'mir to'shiymiz. Bir kuni o'risning 2 ot qatilgan berishga harvasiga ko'mirni bo'lishiga bosdiqda qaytdik. Mansurkamda sarangi bo'lmag'ashqa tamak chekkanmay yo'l bo'yi terikib kelmoqda edi. Oxiri mushu ezit qisayga kelganda qorong'i tushib ketdi. Qarasak yo'l chetida 2 yetimchi putlarini biri kun chiqishqa, yana biri kun petishqa uzun sunib zaynaklab yetibdi. Ularning boshlari bir-biriga tegishib turadi. Lekin o'ttirida kichikgina gulxon kuyib-atadi. O't yo'rig'ida ularning himirilgan burutlari, yumilgan ko'zlari,
burun qoshlari shundoq aniq edi. Ammo berishkaga qaytilgan bo'lmoqdek ikki ot xarqirab, kishnab, yer chapchib, harvini ap qochdi. Xeyli bir yerlik bag'andala to'xtatib oldik. Shundoqdimi otlarning ko'zlari olib jim turmaydi. Mansirkam menga o'ralgan tamakisini berib, tutashtirib ke, dedi. Men yaqin kelib qarasam, heliqi ikki yetimchining qarisimi ko'rinmadi. Men qaytib keldimda, Mansirka, heliqi ikki odam ko'rinmaydi. Gulxon o'rnida dövlangan ot teziga turadi. Deyishimga Mansirkam, "Harbiga chiq!" deb vaqirdi-da, otlarga qamchi soldi. U toki shaharga kirgicha birda otlarga, birda harvining oqisiga qamchi urib keldi. Әтсіден татып Мәңсіркамның бүтін бәдініге қып-қызыл бір немелер chiqib yetib qoldi-da, 3-chi kuni o'lib ketdi. Boshqalarning deyishicha, u qamchi bilan harvining oqisiga urganligi uchun olvasti uningga chiqilib sapdi. To'g'ri, dedi yumuq ko'zlari chaqchib qolgan Munir. Мәңсіркам harvining oqisiga urmasi bo'pti ekan. Ondaq deganing bilan olvasti harvining oqisiga esilib bassa, otlar qoritarga chilishib o'lib qolarmish. Egizlar non chaynashdan to'xtadi. O'chimidagi suvlar shirqirab to'kilib, yaqinga qo'shilib ketdi. Munir bilan Pida qorong'uliq tiqilgan ezitqu sayga qarab, og'zidagi nonni yutmadi. Ammo tug'luq o'chimida suv ichib, neneni chaynaverdi. U ikki do'stining atrofiga ansizlik bilan qaravatganligini ko'rib kulib. "Hey Pida, nimandaq maslahating yo'q oljoq nemisan?" Tug'luq qo'lini shiltib qaynab qoldi. Ko'nilarning deyishicha, jin olvasti degan bir vaqt ichida ikki odamga teng ko'rinmaydi deydi ekan. Yeliqi soqol burib qo'yib olgan olvastilarni rostlik ko'rdingmi? Rast gap qilsam, u chaqda menmi grimserim ko'rgandek qildim. Nimandaq gapingni tuturg'i yo'q nemisan? Bu kechada vahima taqtib Tug'luqning rastilla ochig'i kelgan. Meni to'liq ko'ldirlatib junonimni o'rlatma. 10 yildan beri mushu yo'llarda qancha qitimlab yog'izmandim. Hajab menga chiqilmabda u alvasti. Nemi paylongni buzsan? Sen shundoq deganing bilan amisa kuyayotgan Gulxonchu. Gapimni to'liq chapitlama. Tug'luq qo'lini shiltadi. Kechalari o't ko'rinadigan faqra qo'ng'izni ko'rmaganmiyding? Kechada mol eg'liga kirsam, yulduzdak uchib yurdi u bir nimalar. Dedi Munir sal chalanib. Dastlabda menmi qo'rqqan. Ha, belli. Mundaq faqra qo'ng'izlar ko'pincha tezakka to'plashadi. Undaqda tezak kechalari Gulxon bo'lib ko'rinadi-da. Munir kulbatdi. Hey Pida. Senza gusmustak yo'ling bo'lgan bilan aqling cho'lti nima dersan? Xeyli rost gap qilatding. Bu qatim jo arilishib qoldi-ku deyman. Qara Pida adash, bu gaplarni men ko'zimni yumib elibla topmadim-jumu. Tug'luq Pidaning murisiga urib qo'ydi. 7-sinfda o'qiyotgan chog'larimda menga muallim deb bergan. Men noqobil, dedi Pida qo'ding'ishib. Amasa Mansirkam o'lib qoldi-ku. Hey, o'zing butun badaniga qizil bir nima chiqib ketdi deding-ku. Odamga ilmi chiqib qolsa, darhol begizni ilib ustiri qiyib etadi. 11 yerdan qora qonni siqib chiqarib etmasa, oshundoq jonni oladigan gap. Tug'luq, sen degan ilma asli chiqib qoldi degani shumi? So'radi Munir. Mening kichik dadamning badaniga chiqqanda dadamning ilg'inini ko'rgandim. Bo'ldi, bu gaplarni qo'yaylik, dedi Tug'luq so'mkadagi non uvoqlarini qatib. Qani amisa otlarni qataylik. Kömürçi balalarning qilayotgan o'qiti ozgina foydasiga qaraganda Japon mushaqqati ko'p ish edi. Qor shig'irg'anlik zimiston qishlarda osh to'q qilib, cho'l jaziralarda tunab qilishadi.
Jodun chapqun, yağmurlarda başlarına qap-qarab paskana tağalarını artışıp, "Hey, xaltı kömür!" deb xaridar chaqirishadi. Ba'zida harvestning biror nimasi sunsa, ba'zida herib holidan ketgan eti yetib oladi. Qisqasi, ularning topgan ozg'ini puli jannat ne'matlaridan halol edi. Mana Tarsuluq mushu kömürçü balalar aşu Japan mushaqqatlar ichidan o'ziga toliq ozg'ina xushallik toparlaydi. Ular o'zaro maslahatlashib ko'cha mahalliy kentlarni bo'lishib oladi. Birsining sodisini birsi buzmaydi. To'g'liq adash, dedi otning xomutini selayotgan Munir. "Ata, chilanliqni bir oylanib o'talamsan?" "O'zingchi Men bugun kecha ikkinchi to'xov chillash bilan shaharga borman." Munir ig'ir tinib qo'ydi. "Opam nahiylik doktorxonada. Ko'mirni elishiga sotaman yoki besimdorlarga o'tkazib etib doktorxonaga bormasam bo'lmaydi." "Nima? Chilanliqda cho'p qatlaring ko'pmaydi?" "Yo'qay, ammoza Urumchidan kelgan Turdi Nozir degan bir katta amaldor bor. Onun dachasidagilar 2-3 kunda bir qatim 3-4 xalta ko'mir tushiradi." "Nima? Ular ko'mir yemaydigandu yoki bu qish bo'lmasa?" "Ondaq deganim bilan yarasti uydagi par qaziniga kech kunduz o't qalaydi ekan. Shunga oshxona, choyxona, mo'nchilarda qiziq suv uzilmaydi ekan. Bo'lmasa bog'larda suv uzish ko'llarimi bor ekan." "Mundaq degan." To'g'liq ochiqqini kuldi. "O Nozir xo'jam qaltis boy o'xshamamdu." "Uni bir dema." Munir tamog'ini chaqildatib qo'ydi. "Men o'zini ko'midim. Lekin dachaga qish yozda qaraydigan Ayoz, Aysima degan xotinlar bor. Ularning deyishicha, bankadagi pullarining diri bilan o'simlari qancha pul bo'lib ketganini bilmaymish. Oddisi tog'da bir Mo'ng'ul malchi beqiyotgan qo'ylarining sonini mi bilmaymish. Shundoq qo'pida, ha?" Voy. Chechilib ketgan pichan uvoqlarini olqandab tog'riga eliyotgan pida beshini chayqadi. "Rost gapni qilsam, suv soyga oqadi, pul boyga degandek Xudoyimmichu berganga qo'sh qo'llab beraverdikan desa?" Munirning yelinishi bilan chilanliqqa bir qaytim berib qoldim. Men ko'mirni yer osti uyga akirib berib sirtqa chiqishimga Ayoz degan buqa gadan "Xol oy xonimdan pul ochiqib beray" deb poyonda selangan palampaylar orqali yuqoriga chiqib ketdi. Past tarafga qarasam, xuddi bo'yoq to'kayotgandek yop-yeshil bir ko'l turmamdi. Ko'l bo'yida xuddi gilding bosh qorimdek gildanglab turgan esil o'rindiqda bir qiz o'tirdi. "Pahoy, uning nozininligini demayli qo'y. Rost gapni qilsam, u qiz madakdak telefonni quloqiga tutib olib, bir kimga rosa ochiqlab ketdi." "Mundaq xonimlarning oshnalari samandek degina", dedi Munir etini yetlab yo'lga ochiqib etib. "Tayinliq kundashlik qilib biror hazlakni tillagandu." "Hey Munir, nimandaq lozim bir nemisan? Mushu tetimayligandan xotining ko'ngilsizmi bo'lib qolmaydi ekan?" Pida harvasini saqilib tug'liqqa yaqinlashdi. "U qizning bag'u qara. Chiroyiga birla qarab, hayiqqandan zuvoning tutilib qoladi-jimi? Shundoq salobatlik ham behu tamkindagina." "Bo'ldi, senmi ezib pichirmay." Tug'liq Pidaning uzun hikoyasiga qiziqib qolganda qiladi. "U qizning nimaga ochiqlab qolganligini demamsan?" "Quloq solsam." Pida og'zini tutib go'mishlarda xir-xir kuldi. Hey ist. Mening xotinim bo'lib qolgan bo'lsa, pulda ko'p tikib yotadi ekanman." "Texi Munirni lozı deysan." Vaqirdi Tug'liq. "Muni turqon qaysi daldishdan kam? Hey tetiqsiz. Ketinni putlama dangal. Heliqi qiz, to'g'ri, heliqi qiz quloqidagi madakka ochiqlab, bir oydan beri hisobotni yo'llamay texi yuzing chimildabni qo'ymaydi. Rost gapni qilsam sening naring buxaltira? Darhol muavin direktor va Shuhrat Pay bilan chet eldan yangidan kirgan mol setilganini,
Qoldiqdiki sani ham 2 do'konning kirim chiqim hisobotini bugunla kompyuterga kirgizib et. Rast gapni qilsam, kech soat 8dan keyin qolsa, ishdan haydayman. deb 70 pushtini qo'yib etdi. Hey pida, dedi Munur o'zini o'rinda tutib elib. U qizga rast gap qilsam degan so'zni sen o'gitib qo'ymagansan. To'g'liq bilan Munur tangli kulib etdi. Texi kompor deysin-a? Nima u kompor deganing kalva? Hey Munur, shunimi bilanmadingmi? To'g'liq xazinasini to'xtatmadi. U heliqi kompyuterni demakchi. Hey, tilini qo'g'i cho'qib kekash. Harbilari yo'lga chiqib bo'lgan ko'murchi balalar ko'mirlari ustida cho'qchib o'tirganicha o'llari ichiga tushib ketdi. Ahvoldan qaraganda u salobatlik pari, katta boy bo'pli qolmay xo'jayin ekanligi aniq. Endi uning erichi, eri jannatdan chiqqan g'ulman emasdi. Yo'q, cho'ng shaharlarda boy zardor xotinlarni qo'lga kirgizib olib, uning soyisida soyidaydigan ochchig'i yomon, jeni bo'sh, quloq kasti bir nimalar ozmi? Xotinining puli bilan oshni tutib, qimar o'ynaydigan mundaq chiprandilar allaqachon odamiyligini yo'qotgan diyonatsiz hayvonlar. Üç harvining eng oldida ketayotgan tug'liqning xiyoli yana davom etganmi bo'lar edi, lekin o'ttirda ketayotgan Munur tuyuqsizlab vaqirdi. Tug'liq, sana to'la javrab, og'zimning bir qat terisi so'yilib tushay dedi. Lekin sen quloq solmading, dedi Munur echingan holda. Mana endi xo'p bo'ldimi? Birer ovqatning peshini tutib ol deb bergan pulingni zehri siyriq varaq ichib tugitib etibdi. Qara, bu guyning qilgan qilig'ini kimdan anglading? O'lishgan opsa yig'lab turib deb berdi. Munur yumuq ochchig'ida sirtidi tukadi. Texi bo'tkichi shoyikamdan nesiga haraq ichib xeylali jiq pulga bo'g'ilib qapti. Onun ustiga amdala bir g'ayrish bo'lgan 5 mo'liq zig'irini qimarda utirib etibdi. Hey to'g'liq, savobliq ishningmi-chu, o'rni bormi? Dedi pida kirpa xapo'g'an talaffuzda. Jallablik yaxshi kasb. Ter elib ter satsang, osonla nepini ko'rsan deb kuyib pishqanlaring mana sunuq yamoqmi yaramadi. Bundaq eği bilen beğinin tayini yok g'alvir qo'nglarni yulash, xuddi poqini qondaqqa chiqag'ilib bo'lmagandek bir ish degina. Qandaq qilasan? Bir patman potlisini eqitib tursa. To'g'liq etig'i bo'shroq bir qant soldi. Odamning ichi serilib ketadi ekan emasmi? Ay xonning egiz past do'ng edirlariga patmoqda edi. Öz o'qirlarining hidini olgan otlar qadamlarini tezlatib kentning qarsini oldi. To'g'liq bir ma'lida birga o'sib cho'ng bo'lgan og'aynisi zehri seriqning kelgusi kunlari haqida g'am yeb, yana qandoqdu amal choralarni o'ylatdi. Lekin Munur bilan pida bo'lsa, To'g'liqning sodda, oq ko'ngil, tuz mijozidan ziyon tortayotganligini o'ylaganida og'aynisiga chin ko'nglidan echinatdi. Kualtiyang oq yipak ko'nglak ustidan tasmiliq osma ishton kiygan turdi Nazir dachining bog'larini aylanib yuratdi. U dachining pasıl tamlarini bo'ylatib terib etgan kava, qo'noq, noqut, purchaqlarni o'g'itlayotgan Oyoz bilan Osimaga qarabmi qo'ymay o'tib ketdi. Nazir turdi Hasan olma, o'rik, gilas, shaptol qatorlarini rangarang echilish oldida turgan va echilayotgan gullarni tomosha qilgach, bog'ning markaziy o'ttirsiga yetib keldi. Darvaqa rat ham xil turlari bilan qo'yilgan stolovoy, kartoshka, limon, manpaza, aport, sarim almalar, qizil qacha, bejinar, oq o'rik qatorliq ilaning qadimi olma o'rik sortlari 6 yildan beri rosa bo'laq kirib, mevalari ajoyib sarxil bo'lgan edi. G'o'rilari o'likni sakrab turg'izayotgandek qori o'riklar. Tumshig'i qizilib sarg'ayotgan algratlar.
Xotandan әкеліп ұлған көк Шабдулла. Düp-dügülək qızırış aldıda turğan amilələr. Pakiz çimliq qırlağa sayı taşlap turatdi. Pah, qancha ichib etganda qizirib turğani zodi nimadir? To'g'ri, bu texi qaradashqa ulgirmagan gilasliq edi. Uning murabbasi tanga davo, yurakka shifo emasmi? Bağның o'ttirsidagi xalma-xal gullar bilan bezalgan chambarchassimon gulxandin ikki tarafga davomlashgan yeshil koridor, tol bo'ston, naq suv o'zish ko'li atrofidagi jinnastilikka tutishadi. Bu yeshil koridorda xuddi osmoqqa esvatgandek qari charas, qihirska, shivirg'an, otbag'ri qatorliq uzumlarning texi yetilmagan g'o'rablari go'yo ko'k qosh teshidek tovlanib turadi. Nimishqadu Turdi Hasan mushundaq hasham daramlik duochidan, O'rimchidagi nozir darjilik maxsus qurulliq uylaridan, tog'dagi mol, bexatarlik sandig'idagi pul chaklaridan mamnun emasdek chiroyi echilmaydi. Uning birdan bir orzusi o'g'il farzand ko'rish edi. Burun mol dunyo ancha ko'p bo'lmagan chaqlarida unchavala cho'nqur o'ylab ketmagan edi. Mana endi hamma tarafdan 9 tal bo'lgan seri bir o'g'lining bo'lishi xuddi anqoning sutidek to'tiya bilinmoqda edi. Yuqori nasablik bir oilada eng bo'lmagandimi bir o'g'il bo'lishi kerak. Chunki nasabga varislik qilib, otaning chirig'ini avlodma-avlod yondirish, o'chirmaslik o'g'il bolaning burchi. O'g'il degan otaning o'q yiltisi. Altın qo'ziqi. Nasabini davom etkichi. Qiz bola yotning odami. Shunga ko'nila qiz bolaning millati, dini, yurti bo'lmaydi deb beka etmagan. Qiz bolaning xudo ta'liyini berib, insof diyonatlik birasiga yo'liqsa-u yaxshi. Agar biror niyati yomonning qo'liga tushib qolsa, otadan qolgan mol-mulk, dunyo bilan qizini xo'rlab xotin ustiga xotin oladi. Oshni o'ynab qimarga kirishidi. Hattoki xotinining boyligini egilib, o'zini uydan haydab chiqaradi. Qisqasi, sening etiz chashqanidek bir umr uvonga to'shig'iningni to'xodek chechib tugutadi. Adnasi, otining topgan dafni dunyosi yomon erning qo'lida qizining xo'rliq ham azob lahitiga aylanadi. Turdi Nazirning boyligi ko'paygan seri o'g'il to'g'riliq xiyollari mu ko'payib ketdi. Yosh bir yerga ketib o'tdi. Ömür manzili namoz-sham zavolliqiga yaqinlab qoldi. Agar Turdi Hasan ko'zini yumdimi, xotini Xoloy qandoqdir bir erni topdi. Chunki u texi yoshda. 45 yosh degan bir ayolning agi eng zo'xman, ishqi, sharbatlari qiziq, ishtiyoqi tez, ko'zi och vaqtlari. Ondaqda uning boyligi qandoqdir yalan to'sh divonilarga qanmamdi? Hassina deydi Turdi Hasan burunqi ikki xotinini asga ilib. Ikkilisi o'zidan 15-16 yosh kichik nimalar turib, mushukning oslinida bir nima tug'ib bermay, birsi o'ldi, birsi ketdi. Tayinliq ula, sen baribir baldiri o'lasan. Sening kuchukingni nada boqaman deb yuray? Deb oldin chorsini qilgan gap. Hey, bu zamonning qiz cho'qallari o'pganni ishchangdan qiqib etadigan olvasdilarkan emasmi? Biroqsa, hozirgi ayoli Xoloy uningga qiz bo'lsa-mu tug'ib bergan edi. Lekin u 14 yoshida qazo qilib Turdi Hasanni hasratda qoldirdi. Qandoq qilg'iliq? U qizning taqdir qismati shunchalik o'xshaydi. Tasmiliq osma ishton ichida ancha chenib ketmaydigan dip-dugilak qo'sqini silab, atrofga nazar selayotgan Turdi Hasan ko'rkam docha ko'rinishidan zo'qlandi bo'g'ay, so'z kulimsirashdan qora o'rikdek beg'irang chiroyi villidi echildi.
Uning qora chiroyi kamdan-kam echilatdi. U xuddi tegidagi toshlarni ko'gilib bo'lmaydigan loy suvdek dimiqdi odam edi. Qisqasi bir tutam chor cheche dingiyib turgan toqir beshidan semiz yuzlarigacha, pes mo'ralaridan qisqa bo'yinlargacha bir xil kelangsiz edi. Uning so'l qulig'i ostida zangaqaga chaplashib turgan bodamdek qip-qizil xoli bo'g'ashqa, idoradagilar uni dastlabda xol jujang deb atagan bo'lsa, keyin xol kinjangga o'zgartib olgan edi. Dacha qurilgan 6 yildan beri Turdi Hasan har yili bir necha qatim kelib ketib turibdi. Lekin u bu yil uzoqroq turdigandek qilardi. Birər kadir, bo'libmi ömrü rəhbərlik xizmətini ada qılıbatqan əməldarlar üçün anda-munda tövəngə düşüş, yaqınğa yığınğa beriş, komandorubqa deganlarni hesabqa almaganda, zerikmay bir üstalda o'ltirib 60 yoshni kutib elish oson emas. Uning pensiyaga chiqadigan vaqtimi bo'lib qoldi. Shunga yuqori rəhbərlik yosh nozirni idorada qoldirib, Turdi Hasanni dam elishni asos qilgach, G'oljadagi konlarning xizmatini ishlashga avatgan edi. Bu uningga mo'xli yaxshisi bo'ladi. Shundoq emasmi? Jannatda dachsida kunlarini bahuzur rohatda o'tkazganga nima yetadi? Ammo u xushal bo'lishning o'rniga xuddi kakri yutib olgandek chiroyi xorlagan xazinasi. Onuncu bo'lganda har yili yaxshi fasllarda dam olish uchun dachsida biror oydan tursa bas. Shumi yetarlik. Ammo xizmat ustidan ayrilib, yana kelib markazdan danga. Endi siz damag'ash tövenning xizmatini ishlagash turing. Yoshinib qoldingiz. Sizni asirmasak bo'lmaydi. Kadir degan hukumatning boyligi. Pah. Mau gaplarning chiroyliligini ko'ring. Uningdan ko'ra yoshlig'ingda ishlading. Endi vazifang ado bo'ldi. Konga chiqib, qeyri mushukdek uxla. Desili bo'lmadimi? Kasbiy xizmat rahbarlarining yeshi chaklimiga uchirmaydi degan bir modda qizil boshliq hujjatda tursa, Turdi Hasanning mushundaqli yo'lga sep qo'ysa bo'lamdi. Rahbarlik xizmati degan bu bir san'at. Uni epi-jipida qamlashtirib ishlash uchun rahbarlik san'ati kerak. Rahbar bo'ladigan odam u bir ayrim material. Agar yozuvchi, shoir, san'atchi deganlarni rahbarlik xizmatiga qo'ysa, qo'l ostidagilar bilan akam ag'inam, ukam ag'inam bo'ladi-da, 4 kundala inovatini to'kib, kasab bozorda bir ko'shikka og'usiz bo'lib qoladi. Darvaqa Turdi Hasan oliy maktabda kon ishlari kasbini bitgandan keyin hukumatda kasbiy xodim bo'lib ishladi. Uning xizmatdagi tirishchanligi, yuqori to'van bilan bo'lgan qizg'in muomalasi, so'zdagi notiqligi, siyosiy engining yuqoriligi, ideya stilda izchil sap bo'lib kelishi yuqori rahbarlikning diqqat e'tiborini qo'zg'adi. Yana kelib uningda birər əməl etiq minməgiçə öylik qoçaqlıq bo'lmayman deydigan qattiq irodami yo'q emas edi. Xayriyat, rahbarlik Turdi Hasanda umid bor. Kelgusida yaramliq davlat xodimi bo'lishida gap yo'q degan qarorga kelishdi. Turdi Hasan markaziy partiya maktabida o'qib kelgandan keyin uni texnik chiniqtirish, dehqonlarga yaqinlashtirish, turmush tajribalarini mo'llashtirish, jamiyat bilimlarini mukammallashtirish uchun tuvanga tushirdi. U nuqtada 1 yil turgandan keyin qaytib kelib, uzun o'tmayla bo'lim boshlig'i bo'ldi. U Kajang degan otga minib ma'arifga yetkaldi. Turdi Hasan 38 yoshga kirganda rasmiy jujanglikka ko'tarildi. 48 yoshida muavin nozir bo'ldi. 52 yoshida nozir degan shuhratlik nom bilan ataldi. Keyin yuqori darajalik hukumat o'rinlari Turdi Hasanning Shianda kon ishlari fakultetini a'lo darajada bitirganligini ko'zda tutdi bo'lg'ay, nozirlik darajasini saqlab qolgan shart ostida uni kon ishlari idorasining boshlig'i qilib yetkazdi. Bu chog'da Turdi Hasan 56 yoshda edi. Turdi Hasan amalning ta'mini tetigan seri amalni tadqiq qilishga boshladi. Kajang bo'lganda uning maoshiga qancha pul qaytilganligi,
Hem şu azgını pulga ne kadar xoşal boğanlığı onun esinden zadılı çıkmaydı. Keyin muavin idare başlığı, muavin nazir. Nazir boğanları da maaşıga ketiladigan pulmu, o'ltiradigan uyning kvadrat metr sonimu, ta'minlash maishatlarimu paydin-pay o'sib, sifat o'lchamlari ko'ngildagidek bo'lib turdi. Tutgan amallari, amallardan kelgan shon shuhrat, manfaat maishatlari, olqish madiyalar Yodidan keşken turdi Hasan, peshanasida amal yulduzi chaqnagan shu kunlarni mamnuniyat bilan esladi. U bog' aylanib sal charchaganmi nima? Dachining oxirgi fasl tam tubidagi yop-yeshil chimliq qiridili o'ltadi-da, "Oh, vadariha" deb eg'ir xursindi. Durust, uning ko'ngli sal parakandi edi. Turdi Hasanning bu qitim g'uljiga kelishi har xil so'z cho'chaklarning chiqishiga sabab bo'ldi. Turdi Nazir oltinqon oshquchilarga yeshil chiroq yiqib beribdi. Foyda ko'nam bo'lmasa shundoq qilamdi. Necha 10 millionlik oliy texnikum qurilishini bir xo'jayinga hurdi berib, uning badaliga dod soldiribdi. Turdi Nazirni damag'ash xizmat qiling degani, uni boplashning dastlabki bosqichi deganda oldi qochdi gaplar Turdi Hasanning g'azab qepini yervatgan bo'lsa-mu, sal cho'chitib qo'ydi. Belqut şirketida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jalolidin Bähramnىڭ Kömürçü Bala nomli romanini bugun mushagacha anglatdik.